Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan 4 ta ko'zli kamera haqida gaplashamiz. Bu kameramiz quyosh panelli bo'ladi. Bitta sim karta bilan ishlaydi. Kanday bo'ladi, mikrofoni bo'ladi. Dunyoni istagan joydan turib boshqaraverasizlar. Mana bu bitta ko'zi, bunisi ikkinchi ko'zi, mana bunisi uchinchi ko'zi bo'ladi, pastdagi 4-ko'z bo'ladi. 4 ta, bittani o'zida 4 ta kamera. Polni mahallani nazorat qiladi do'stlar, aynaveradi bu. Pastga ham qaraveradi xullas. Mana. Xo'p, bu kameramiz batareykasi bor ichida. Narxiga keladigan bo'lsa 1.150.000 so'm, 32 talik original chip qo'shib beraman. Bonusiga dastlabkani ham bepul qilib beraman. Mutlaqo O'zbekiston bo'ylab do'stlar. Hozir bu kameradan bittasini Navoiy viloyati Xatirchi rayoniga sotyapmiz. Farruh akaga telefon nomerlarini yozdik, bitta pochta orqali chiqarib yuboryapmiz, to'lovlarni qilishdi. Endi ikkinchi kameramiz ikki ko'zli, quyosh panelli, odamni quvib yurib uradigan kameramiz. Xullas, Qashqadaryo viloyati Qarshi tumaniga ketyapti. Bahrom akaga Turkiyada ekanlar, telefonlariga o'rnatib berdi, ishlatib ko'rdi, yoqdilar, to'lovlarni qilishdi do'stlar. Quyosh panelini ko'ramiz. Ko'rsalaring. Bir emas, 2 dona quyosh paneli bo'ladi. Bitta qaratib qo'ysalar, o'ng tomon, chap tomonga kecha-yu kunduz zaryad olib turaveradi do'stlar. Telefon nomerlarini qoldiramiz, Telegramdan aloqaga chiqib qo'yamiz do'stlar.